3-qism. Uzoq qoyalar ustida aylanib parvoz etarkan, Jonatan yosh shogirdining uchishini zimdan kuzatardi. Bu yigit oqcharloq Fletcher Lind favqulodda iqtidorli shogird chiqib qoldi. U tirishqoq, yengil va harakatchan, shu bilan birga juda muhim xususiyatga ega. Parvoz san'atini egallashga ishtiyoqi nihoyatda baland. Ayni damda Fletcher kulrang chaqmoqday shiddat bilan ustozining yonginasidan uchib o'tdi. Bu lahzada u soatiga 150 mil tezlikda amalga oshirgan tik sho'ng'ishdan chiqayotgan edi. Mana, u 16 marta sekin charxpalak otib uchishni davom ettirdi. Har aylanganida o'zini o'nglab, ovozi boricha qichqirib sanashga urinardi. 8, 9, 10. Jonatan, qara, tezlikni yo'qotyapman. 11. Men xuddi senday aniq aylanishga erish. 12. Afsus. Qurbim faqat 13. Bu so'nggi 3 aylanish. Siz 14. Har gal muvaffaqiyatsizlikka uchraganda Fletcherning fig'oni falakka chiqardi. Uning nazarida yuqori nuqtadan qulab tushish, quyiga chirpirak bo'lib ketishdan ortiq fojia yo'q edi. Bu safar ustozidan 100 futlar quyida u sharmandali ag'nab ketishdan o'zini zo'rg'a o'nglab oldi. Havodan to'yib simirdi va ko'tarilib ustoziga tenglashdi. Jonatan, sen men uchun vaqtingni behuda sarflayapsan. Men iste'dodsiz kallavaramman. Urinaveraman, biroq biror bir natijaga erisha olmayapman. Oqcharloq Jonatan unga boshdan oyoq razm soldi va bosh silkib dedi: Sen haqsan. Agar shiddatli sho'ng'ishdan shunday keskin harakat bilan chiqadigan bo'lsang, hech narsaga erisha olmaysan. Fletcher, sen boshidayoq 40 mil tezlikni yo'qotib qo'yding. Sho'ng'ishdan bir tekis parvoz qilib chiqiladi. Sen uchmasliging, balki suvday oqishing kerak. Keskinlik bilan oquvchanlikni uyg'unlashtirishing zarur, tushundingmi? U pastga, shogirdi yoniga sho'ng'idi. Kelchi, birgalikda bir bo'g'in bo'lib mashq qilaylik. Sho'ng'ishdan chiqishga, bir tekis va yengil chiqishga diqqatingni qarat. Oradan 3 oy o'tdi. Jonatanning shogirdlari yana 6 taga ko'paydi. 6ovi ham quvg'indilar edi va barchasi g'aroyib yangi g'oya, parvoz quvonchini his etish uchun uchishga behad ishtiyoqmand edi. Albatta, ular uchun o'ta murakkab amaliy usullarni o'zlashtirish bu mashqlarning nimaga kerakligini tushunib yetishdan ko'ra xiyla oson edi. Shom pallasida qumloq sohilda Jonatan ularga shunday derdi: Har birimizda buyuk oqcharloq g'oyasi mujassam. Bu har qanday to'siqlardan xoli mutlaq ozodlik g'oyasi. Shuning uchun ham parvozda aniqlik va mukammallikka erishish botinimizdagi haqiqiy mohiyatni kashf etish va namoyon qilish yo'lidagi ilk qadam. Bu yo'lda to'siq bo'ladigan narsalardan xalos bo'lish zarur. Katta tezlikda uchish, tezlikni me'yorida saqlash, yuksak parvoz sirlarini egallash mashqlarning muhim jihati shunda. Kunduzgi mashqlardan toliqqan shogirdlari bu payt mizg'iy boshlanardi. Ularga amaliy mashg'ulotlar xush kelar. Tezlikning zavqi qiziqtirar. Har bir navbatdagi mashg'ulot ilmga bo'lgan chanqoqlikni qondirardi.
Biroq ulardan birortasi, hatto oqcharloq Fletcher Lind ham hali fikriy parvoz realliklarini anglab yetmagan edi. Ular hali fikr, g'oya parvozi shamol va qanotlar parvozi kabi reallik ekanini tasavvur qila olishmasdi. Vujudingiz bir qanotingiz uchidan ikkinchisining uchigacha deya qayta takrorlardi Jonatan. Bu sizning muayyan shaklda mujassamlashgan ko'zingizga yaqqol ko'rinadigan o'z tafakkuringizdir. Fikringizga band soladigan zanjirlarni uzing va shunda siz vujudingizni band etgan zanjirlardan ham qutulasiz. Biroq bu so'zlarga u qanchalik ma'no va quvvat jo etmasin, shogirdlariga sehrli ertakday tuyulardi. Ayni damlarda ular uxlashga va orom olishga mushtoq bo'lishardi. Oradan atigi bir oycha vaqt o'tganiga qaramay, Jonatan ularga to'daga qaytib borish fursati yetganini aytdi. Biz hali tayyor emasmiz, e'tiroz bildirdi oqcharloq Henry Kevin. Qolaversa, biz hech kimning ko'zidan uchib turganimiz yo'q. Biz quvg'indilarmiz. Chaqirilmagan joyga borishga or qilamiz. To'g'ri emasmi axir? Biz ozod qushlarmiz. Qayerga borish xohish irodamizga bog'liq va qayerda bo'lmaylik o'z aslimizcha qolishga haqlimiz. Shunday deb Jonatan havoga ko'tarildi va sharqqa, to'da istiqomat qiladigan qadrdon qirg'oqlar tomon burildi. Shogirdlari esa bir necha daqiqa nima qilishni bilmay sarosimalanib turishdi. To'da qonuni qat'iy edi. Quvg'indi ortiga qaytmasligi shart va keyingi 10 ming yil mobaynida bu qonunni hech kim buzolgani yo'q. Qonun taqiqlaydi. Qaytishni xayolga ham keltirmaslik kerak. Jonatan esa o'ylab o'tirmay ketaveringlar dedi. Suv ustida uchib borayotgan Jonatan ularga ancha uzoqlashib ketdi. Agar ular yana o'ylab o'tirishadigan bo'lishsa, G'anim to'da bilan Jonatan yolg'iz o'zi yuzma-yuz kelishi tayin edi. Bizni quvg'in qilishdi. Biz to'daga mansub emasmiz. Qaysi mezonga ko'ra to'da qonuniga bo'ysunishimiz kerak ekan? dedi Fletcher boshqalardan ko'ra ko'proq o'ziga o'zi murojaat etayotgan ohangda. Boz ustiga agar Jonatanga tashlanib qolgudek bo'lsa, u yoqda biz kerak bo'lamiz. O'sha kuni tong pallasi mag'ribdan ular 8 nafar oqcharloq, qo'shaloq romb shaklida qanotlarining uchlarini bir-biriga tegizgan holatda yaxlit saf bir bo'g'in bo'lib uchib kelishdi. Soatiga 130 mil tezlikda odatda to'daning umumiy majlisi o'tadigan qirg'oq ustidan uchib o'tishdi. Jonatan oldda, Fletcher uning o'ng tarafida bir tekis suzib, Henry Kevin esa shamolni mardona yengib va parvozning umumiy maromini buzmay chapda kelardi. Keyin bir tekis harakatlanib o'ngga engashib uchishdi. Yaxlit safga tizilishdi. Panjalarini tepaga ko'tarishib ag'darilishdi. Yana ipga tizilgan munchoqday bir tekis saflanishdi. Shamol esa ularning qanotlariga shafqatsiz urilardi. Qirg'oqdagi odatdagi g'ala-g'ovur va tortishuvlar kutilmaganda suv sepganday tinchidi qoldi. 8000 ko'z kiprik qoqmay osmonga, Jonatan boshliq guruhga qadalgan. Oqcharloqlar go'yo boshlari uzra ulkan shamshir aylanayotgandek tosh qotishgandi. 8 nafar qush birining ortidan biri tik ko'tarilishdi.
ko'r tugun yasab uchishni va tezlikni eng so'nggi sarhadgacha kamaytirishib qumga sho'ng'ishdi. Shundan so'ng Jonatan go'yo hech qanday hodisa ro'y bermaganday parvoz davomida yo'l qo'yilgan xatolarni tahlil eta boshladi. "Xo'sh", dedi u miyig'ida kulib. "Tahlilni shunday boshlasak, hammalaringiz safdagi o'z o'rinlaringizni biroz kechikib egallayapsizlar." Shu lahzada ayni bir fikr yashin tezligida to'dadagilarning xayolidan kechdi. Axir bu qushlarning barisi quvg'indilar-ku. Bu yetmaganday qaytib kelishibdi-ya, biroq bunday bo'lishi mumkin emas. Fletcher janjal bo'lishidan behuda xavotirlanayotgan ekan. To'da esankirab qolgan edi. Xo'sh, nima bo'pti? Quvg'indilar bo'lsa albatta quvg'indilar, biroq ular bunday uchishni qayerda o'rganishgan ekan? Oqsoqolning buyrug'i to'dadagilarning qulog'iga yetib borguncha 1 soatcha vaqt o'tdi. "Ularga e'tibor qaratishga jur'at etilmasin. Inkor etilsin. Quvg'indilar bilan muloqotga kirishgan har qanday nokasning o'zi ham quvg'inga mahkum etilsin. Quvg'indilar parvozini kuzatish qonunga xilof deb hisoblansin." Shu daqiqadan e'tiboran to'dadagi oqcharloqlar Jonatanga ters o'girilishib olishdi. Biroq u aftidan bunga e'tibor qilmadi. U majlis o'tadigan qirg'oq ustida mashg'ulot o'tkazar va birinchi marta o'z shogirdlarining nimaga qodir ekanliklarini to'la yuzaga chiqarishlari uchun urinardi. "Martin!" Osmonda uning ovozi yangradi. "Sen kichik tezlikda ucha olaman deysan. Aytish boshqa, lekin buni amalda ko'rsatish kerak. Qani uch!" Kichkina oqchorloq Martin Uilyam ustozining qahriga duchor bo'lishdan qattiq qo'rqardi. Shu boisdanmi o'zi ham hayron qoladigan darajada kichik tezlikda uchib, mo'jizali usullarni namoyish etdi. U parlarini shunday holatda tutdiki, kuchsiz shamol uni bulutlargacha olib chiqdi va u qanotlarini bir marta ham qoqmay yerga tushib oldi. Oqcharloq Charles Roland esa buyuk shamollar qoyasigacha 24 ming fut yuksakka ko'tarildi va sovuq shamoldan ko'karib, biroq hayrat ichida ertaga bundan-da yuqori marrani zabt etishga ishonch bilan yerga tushdi. Oqcharloq Fletcher u yuksak parvoz san'ati bilan boshqalardan ko'ra ko'proq mashg'ul bo'lardi. Tik uchgan holatda bir yo'la 16 marta charxpalak aylandi. Bu ham yetmaganday, kutilmaganidan ham a'lo darajada qanoti osha 3 marta aylanib uchdi. Quyosh nurlari uning parlarida jilvalandi. Qirg'oqda esa son sanoqsiz ko'zlar uni o'g'rincha kuzatardi. Jonatan bir daqiqaga ham shogirdlarini tark etmadi. U tushuntirar, yangi yechimlarni taklif etar. Ba'zan yetakchi vazifasini bajarardi. Qorong'i demay, yomg'ir va shamolga qaramay u shogirdlari bilan birga uchar, parvoz zavqidan shodlanar. Boshqa oqcharloqlar esa bu payt zax tortgan rutubatli qirg'oqda bir-birlarining pinjiga tiqilib mudrashardi. Har gal uchish mashg'ulotlari tugagandan so'ng shogirdlar qirg'oqda hordiq chiqarishardi. Bunday paytlarda ular Jonatanning saboqlarini tinglashga ko'nika boshlashgandi.
Uning g'oyalari va oqcharloqlarga bir qadar g'alati tuyular. Shogirdlari mohiyatni ilg'ab ololmas, biroq ayrim fikrlarini tushuntirar edi. Asta-sekin Jonathanni qurshagan shogirdlari doirasi tegrasida yana bir doira hosil bo'ldi. Bu to'dadagi qiziquvchan oqcharloqlar edi. Ular yashirincha kelishar, soatlab Jonathanning gaplariga quloq tutishardi. Qorong'ilik quyuqlashganda kelishib, bir-biridan yuzlarini bekitib o'tirishadigan bu oqcharloqlar tun pardasi ko'tarilmay g'oyib bo'lishar. Tanilib qolish yoki o'zlari kimnidir tanib qolishdan o'lguday hayiqishardi. Jonathan shogirdlari bilan qaytib kelganidan so'ng oradan bir oy o'tib shunday voqea ro'y berdi. Taomilni buzgan birinchi oqcharloq to'dadan ajralib chiqdi va uchishni o'rganish ishtiyoqi borligini izhor etdi. Bu Terence Lowell ismli oqcharloq bo'lib, sakrashligi uchun o'sha kuniyoq quvg'inga hukm etildi va Jonathan uni 8-shogird sifatida safga qabul qildi. Ertasi kunda Kirk Maynard ismli oqcharloq ham to'dani tark etdi. U oqsoqlanib qumda zo'rg'a sudralar, o'ng qanoti esa harakatsiz osilib qolgan edi. Shu alpozda kelib, u Jonathanning oyoqlari ostiga yiqildi va jon taslim etilayotgan xirqiroq tovushda "Menga yordam ber. Bu dunyoda yagona orzuyim parvoz qilish", dedi. "Parvozga shaylan", dedi Jonathan. "Men bilan baravar o'rningdan qo'zg'al. Birga mashg'ulotlarni boshlaymiz." "Yo'q, sen bilmaysan. Mening qanotlarim, u menga bo'ysunmaydi. Uni men qimirlata olmayapman." Oqcharloq Maynard, "Bilib qo'y. Sening erking o'zingda. Sen o'zligingni anglash ixtiyoriga egasan va shu yerda, ayni chog'da bunga erisha olasan. Buning uchun senga biror narsa to'siq bo'la olmaydi. Buyuk oqcharloq qonunida shunday deyilgan va bu mavjud yagona xolis qonundir." "Sen meni ucha olasan deb aytyapsanmi?" "Sen ozodsan. Men shuni aytyapman." Xuddi aytilganiday, Kirk Maynard qanotlarini osongina yoydi. Hech ham zo'riqmadi va tun osmoni uzra ko'tarildi. Uning tantanavor xiyqirig'i uyqudagi to'dani uyg'otib yubordi. 100 futlar balandda parvoz etarkan, Kirk ovozi boricha qichqirardi. "Men uchyapman! Eshityapsizlarmi? Men ucha olaman!" Quyosh bo'y ko'rsatgan pallada Jonathan va uning shogirdlari yoniga mingtacha qush keldi. Ular Maynardga hayrat bilan qarashardi. Endi o'zlarini kimlardir kuzatib, ta'qib etib turganiga ular beparvo, Jonathanning gaplarini jon quloqlari bilan tinglab, biror narsani ilg'ab olishga urinishardi. Jonathan esa oddiy narsalar, oqcharloqning uchishga haqqi borligi, uni tabiat ozod etganini va hech narsa, na urf-odatlar, na shubha-gumonlar va taqiqlar uni tabiat ato etgan ozodligi uchun izza qila olmasligi haqida so'zlardi. "Hatto to'da qonuni hammi?" so'radi oqcharloqlar to'dasidan bir ovoz. "Yagona xolis qonun mavjud. Bu ozodlik qonunidir", javob qildi Jonathan. "Boshqacha qonun yo'q." "Xuddi sen kabi parvoz qilishni qanday qilib o'rganishimiz mumkin?" so'radi yana bir ovoz to'dadan. "Sen
Yaratganning inoyatiga musharraf bo'lgan xos qushsan. Qolgan jamiki qushlardan a'losan. Fletcherni ko'r. Lowellga qara. Charles Roland, Judy Licha, ular ham seningcha yaratganning inoyatiga musharraf bo'lgan xos qushlarmi? Sizlardan ortiq joyi yo'q ularning. Men ham shular qatoriman. Faqat sizdan farqli o'laroq ular o'zligini tanigan va o'z bilimiga amal qilib yashagan qushlar. Bu gapdan keyin uning Fletcherdan boshqa shogirdlari bezovtalanib tebranishdi. Chunki amalga oshayotgan maqsadlar ustozi aytganchalik oddiy ekaniga hali ular ishona olmasdilar. Jonatan va uning shogirdlari atrofida yig'ilayotgan oqcharloqlar soni kun sayin ortib borardi. Ular savollar berishar, tahsin aytishar, ba'zilari malomat qilardi. To'dada seni yerga tushgan buyuk oqcharloqning o'g'li bo'lsa kerak deyishmoqda, dedi Fletcher ertalabki yuqori tezlikda uchib mashqidan so'ng Jonatanga. Agar bunday bo'lmasa, u holda demak sen o'z zamoningdan 1000 yil ilgarilab ketgan emishsan. Jonatan chuqur nafas oldi. Tushunmovchilik oqibati bu, o'yladi u. Seni osongina shaytonga yo rahmonga chiqarib qo'yishadi. Xo'sh, sen nima deb o'ylaysan, Fletch? Biz o'z zamonamizdan shunchalik o'zib ketganmizmi? Uzoq jimlikdan so'ng Fletcher ishonchsiz ohangda dedi. Albatta, umuman olganda hamma davrlarda ham bunday uchishni o'rgansa bo'ladi. Balki ehtimol biz urfga aylanib qolgan uchish usulini ortda qoldirgandirmiz. Biz oqcharloqning uchishi haqidagi mavjud tasavvurni inkor etdik. Bu endi nisbatan aniqroq javob, dedi Jonatan qanoti osha og'darilib bir muddat chalqancha ucharkan. Baribir bu zamonlar o'zib ketishdan ko'ra tuzukroq. Oradan atigi bir hafta o'tib halokat ro'y berdi. Fletcher yoshlar guruhiga katta tezlikda uchish usulini o'rgatayotgan edi. U 7000 futlar balandlikdan boshlangan sho'ng'ishdan endi chiqayotgan, juda katta tezlikda uchib kelayotganda qirg'oqdan endi qanot chiqargan bir palapon onasini yo'qlab chirqillagancha yo'liga ko'ndalang bo'ldi. To'qnashuvga sanoqli soniyalar qolgan bir vaziyatda oqcharloq Fletcher Lind keskin burilib, o'zini chapga oldi. Chap tarafda esa rangdor tosh qoya devorday qad rostlab turardi. Uning ko'ziga bu qoya o'zga olamga kiriladigan kattakon metin darvozaga o'xshab ko'rindi. Dahshat ro'y berdi. Behushlik va nafasni bo'g'adigan darajadagi zulmat. Keyin esa notanish osmonda orombaxsh holat, xotiralar, behushlik, yana xotiralar va tag'in behushlik. Dahshatli qo'rquv keyin g'am va afsus nadomatlar bilan almashdi. Afsus nadomatlarning esa cheki yo'q edi. Aynan o'sha Jonatan Livingston ismli oqcharloq bilan dastlab uchrashgan kundagi ovozni eshitdi. Gap shundaki, Fletch, biz o'z imkoniyatlarimiz sarhadlarini asta-sekin tartib bilan shoshilmay yengib o'tishga intilamiz. Toshni yorib o'tish bizning dasturimizga ko'ra keyinroq kirishiladigan mashg'ulot. Jonatan buyuk oqcharloq o'g'li nomi bilan ham ma'lum, vazminlik bilan dedi murabbiy. Sen bu yerda nima qilyapsan? Qoya qanday paydo bo'ldi? Nahotki axir men o'ldimmi? Qo'ysangchi, Fletch. O'zing o'yla, agar sen hozir men bilan gaplashayotgan bo'lsang, demak, o'lmagansan, shundaymi? Sening tafakkur miqyosing keskin o'zgardi. Shu xolos. Xohlasang, shu darajangda qolishing mumkin. Darvoqe, bu sening oldingi darajangdan ancha yuqori. Ortga qaytishing va to'dada boshlagan ishingni davom ettirishing ham mumkin. To'da oqsoqollari birortamizning falokatga yo'liqishimiz va
Barcha ishlarimiz oxir oqibat fojia bilan yakun topishini kutishgan. Biroq ular buning hozir ro'y berishini kutishmagan chog'i. Albatta men to'dagi boshlagan ishimga qaytaman. Axir yangi guruh bilan mashg'ulotlarni endigina boshlagandim. Juda yaxshi, Fletcher. Sen bilan vujud, fikr g'oyadan boshqa narsa emas, deb gaplashganimizni eslaysanmi? Fletcher boshini qimirlatib qo'ydi, qanotlarini rostladi va ko'zlarini ochdi. U qoyaning etagida yotardi. Atrofini esa to'da qurshab olgandi. Uning qimirlaganini ko'rgan oqcharloqlar bezovtalanishdi va har tarafdan malomatli baqirgan ovozlar eshitildi. Tirildi! U o'ldi va yana tirik! Unga qanotini tekkizdi, uni tiriltirdi. Buyuk oqcharloqning o'g'li. Yo'q, uning o'zi aytdi, o'g'li emas, u iblis. To'dani mahv etish uchun kelgan. Mo'jizadan dahshatga tushgan 4000 tacha oqcharloq baravariga iblis deya qichqirar va bu shovqin-suron to'daning ustida to'fon mahalidagi quturgan shamolday yelib uchdi. Ko'zlari yongan, tumshuqlari qattiq siqilgan, qonsiragan oqcharloqlar 4 tomondan siqib kelar va ikkalasini ham qiymalab tashlashga tayyor turardi. Nima deysan, Fletcher? Hoziroq bu yerdan ketganimiz ma'qul emasmi? Qiziqsindi Jonatan. Men albatta bu yerdan uzoqroq bo'lishimizga qarshi emasman-u. Bir lahza ichida ular qoya etagidan yarim mil narida hozir bo'lishdi. Jaholatga botgan oqcharloqlarning qahru g'azab bilan ochilgan tumshuqlari bo'm-bo'sh havoni cho'qilardi. Nega? deya yozg'irardi Jonatan. Nega ozod qushni uning ozod ekaniga ishontirish shunchalar mushkul? Axir uning o'zi bunga o'zini ishontirishga qodir-ku. Faqat mashqlarga biroz vaqt sarflash kifoya xolos. Nega bunday? Voqeaning bu tarzda kechganidan hanuz o'ziga kela olmayotgan Fletcher so'radi. Sen nima qilding? Biz qanday qilib bu yerda paydo bo'lib qoldik? Axir o'zing aytding-ku, bu yerdan ketganimiz ma'qul deb. Aytmadingmi shunday deb? Aytdim. Biroq qanday qilib sen? Juda oddiy, Fletcher. Xuddi boshqalar qilgani singari bu tajriba xolos. Ertalabga kelib to'da o'zining johilligini unutgan, biroq Fletcher biror narsani yodidan chiqarmagan edi. Jonatan, eslaysanmi? Bir paytlar bunga ko'p bo'ldi. Sen aytganding. Qalbingda to'daga muhabbat bo'lsa bas, ortga qaytish va ularga ta'lim berish uchun shuning o'zi kifoya degan eding. Eslayman albatta. Men tushunmayman. Sen qanday qilib bu aqldan ozgan qushlar to'dasini yaxshi ko'ra olasan? Axir haligina ular seni o'ldirmoqchi bo'lishdi-ku. Oh, Fletch, sen jaholatga botgan qushlar to'dasini sevishing shart emas. Sen nafrat va g'azabga mehr muhabbat bilan javob qilishga ham majbur emassan. Sen uzluksiz mashq qilishing va mana shu qushlarning har birida haqiqiy oliyjanob oqcharloqni ko'ra bilishing hamda botinlaridagi oliyjanoblikni yuzaga chiqarishlari uchun ularga yordam qilishing kerak. Men muhabbat haqida gapirganimda ana shuni nazarda tutib gapirganman. Bilasanmi? Buning amalga oshishi qanchalik quvonarli. Darvoqe, men bir jo'mard yigitni eslayman. Chamamda uning ismi oqcharloq Fletcher Lind edi. Ana shuni quvg'in qilishganda u butun bir to'da bilan yoqalashishga tayyor edi. Va uzoq qoyalarda u o'zi uchun chinakam azob uqubatlar maydonini, mislsiz og'ir sinovlar joyini hozirladi. O'sha Fletcher hozir o'zining osmonini yaratayotir va butun to'dani o'sha yoqqa boshlab ketayotir. Fletcher Jonatanga qaradi. Uning ko'zlarida qo'rquv alomatlari aks etdi. Men boshlab ketyapmanmi? Jon, bu bilan nima demoqchisan? Bu yerda muallim sensan.
Sen bizni tashlab ketolmaysan. Tashlab ketolmayman? Nahotki sen boshqa to'dalar ham, boshqa Fletcherlar borligini ehtimol, ularga murabbiy sendan ham ko'ra zarurroq ekanini o'ylamasang. Axir sen endi nurli manzilga olib chiqadigan o'z yo'lingni topding. Meni? Jon, men oddiy oqcharloqman. Sen esa xos va betakror buyuk oqcharloq o'g'lisan demoqchimisan? Chuqur xo'rsindi Jonatan. Mening endi senga keragim yo'q. O'zingni anglab yetish yo'lidagi mashqlaringni davom ettir. Sen uchun muhimi shu. Har kuni bir qadamdan bo'lsa-da olg'a intilib, o'zingning haqiqiy tabiatingni, asl oqcharloq Fletcherni kashf etgin. U sening mualliming. Sendan uni tushunish va unday bo'lish uchun tinimsiz mashq qilish talab etiladi. Bir lahzadan so'ng Jonatanning tani jimirlab ko'rindi. Uning parlari nur taratdi va u havoda eriy boshladi. Ularning men haqimda ahmoqona mishmishlar tarqatishiga yo'l qo'yma. Mendan Xudo yasashlariga izn berma, xo'pmi Fletch? Men oqcharloqman. Men uchishni yaxshi ko'raman. Ehtimol Jonatan, sho'rlik Fletch, ko'zlaringga ishonmagin. Chunki ko'zlarga bizning ozodligimizni chegaralaydigan panjalargina ko'rinadi. Eng muhim narsani ko'rmoq uchun tafakkurni ishga solmoq lozim. Sen hammasini bilasan, faqat buni tushunishing zarur. Va shunda barchasi oyday ravshan bo'ladi. Qanday uchish kerakligi-yu. Jimirlash tugadi. Jonatan havoda erib bitdi. Oqcharloq Fletcher o'zini majbur qilib havoga ko'tarilguncha xiyla vaqt o'tdi. Birinchi darsning boshlanishi sabrsizlik bilan kutayotgan o'quvchilarning yangi guruhi uning yo'liga ko'z tikib turishardi. Sizlar avvalo, deya g'amgin ohangda gap boshladi u. Bir muhim narsani tushunishib olishlaring lozim. Oqcharloq bu cheklanmagan ozodlik g'oyasining mujassami. Buyuk oqcharloq timsolining tajassumi va sizning tanangiz yaxlit bir qanotingizning uchidan ikkinchi qanotingizning uchigacha sizning fikringiz g'oyangizdan boshqa narsa emas. Yosh oqcharloqlar uning gaplariga tushunmay garangsib qarab turishardi. Ey muallim, deya o'ylardi ular. Sening bu gaplaring ko'rtugun mashqini uddalashingizga yordam berishi dargumon. Fletcher chuqur nafas oldi va aytgan gaplari ularning ongiga yetib bormaganini payqab dedi. Xo'sh, demak, mayli. Mashg'ulotlarni to'g'riga uchish mashqlarini o'zlashtirishdan boshlaymiz. Shu so'zlarni aytgan zahoti u favqulodda bir sirdan voqif bo'ldi. Jonatanga xos bo'lgan g'aroyib shur o'ziga ham begona emasligini angladi. Cheklovlar yo'q deysanmi, Jonatan, o'yladi u. Unday bo'lsa, mening osmon ostidan sening qirg'og'ingga sho'ng'ib chiqadigan kunim uzoq emas ekan. O'shanda senga qanday uchish kerakligi haqida ba'zi bir gaplarni aytaman. U o'quvchilari ko'ziga qattiq qo'l bo'lib ko'rinishga harakat qildi. Biroq kutilmaganda ularni aslida qanday bo'lishsa shundayligicha ko'rdi. Ularning botiniga nazari tushdi. Bu uzoqqa cho'zilmadi. Qandaydir lahzada kechdi. Biroq ko'rganlari unga yoqdi. U juda shod bo'ldi. Fletcher qalbida barcha shogirdlariga cheksiz mehr-muhabbat hissini tuydi. Cheklovlar yo'q deysanmi, Jonatan? Xayolidan o'tkazdi u va mamnun jilmaydi.
Endi komillik sari uning o'zining yo'li boshlandi.